Ana Shohruxmi? Men 1 yildan oshdi qarz olganim. Iye, bolalar. Qalasizlar? Yaxshimisan? Sizmi? Menga qara Shohruh, qarzing qachon berasan? Beraman. Qancha sabr qilish kerak? 1 yildan oshdi. Bundan ham qarzing bor ekan. Haqi beraman, sabr qilib tur endi. Baqa yur, ish bor. Yur, Matga. Men nimaga ketyapsiz? Ha, sen baka. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum inspektorimiz. Aka, yaxshimisiz? Fuqaroga bo'lajak haydovchiga bitta protokol tuzaylik. Shunaqa yugurib kelyapti, tezlik o'ta balandda. Mashina olmay turib shunaqa tez yuryapti aka. Ertaga mashinaga o'tirsa, kimnidir urib yuborishiga kim javob beradi aka? Ichganmisan? Ichkilik bormi? Ichki. Hali mashinasi yo'q. Ichkilik bo'lgan. Ham ichgan, ham tezlik baland aka. Endi bunga agar mashina berib qo'ysangiz, bu bittasi uyini kuydirib yuboradi bu aka. Tapchikada mashina boshqarish mumkinmi aka? Remen taqqanmisan deychi? Shortidan anu? Remening yo'qmi? Yo'q. Achki yechib olganini ko'ryapsizmi? Taq. Qarang, atrof salqin, zreniyasi joyida, 100% qoraytirilgan achkida yuribdi. Ruxsati bormi mana uni qoraytirishga? Bular ertaga tonirovkaga ham yo'q, ruxsat deb turadi aka. Qarzing bormi deb so'rang. Qarzingiz bormi? Shu ikko'zidan Ana, necha yil bo'ldi? 1 yildan oshdi aka. Endi ertaga bu mashina minsa, shtraflarga tushib, to'lashiga kim garantiya beradi aka? Mana qarzi bor mashinani nima qilasizlar? Muddat o'tgan qarzdorlar mavjud transport vositasini vaqtincha saqlash uchun jarima belgisiga qo'yamiz. Ana, aka, marhamat. Marhamat, kelinchi siz bilan paxta suhbat olib boramiz. Ko'proq qarzini bermay yursa, sani mana qarzing yo'q-a?